Chilonzor 22-kvartal pasportni stol yonida 2 xona, 3 xona qilingan razdelli, shuni kirib yashaydigan mebel texnikasi bilan Arzon Narta kanalida 53.500 dollarga egasi nomeridan ko'rsatamiz. Hovlini ko'rishlaringiz mumkin, parkovka uchun joylar bor. Zelyoniy zona, bolalar maydonchasi. 4 etaj domimizning 3-etajda. Tarsoy emas, o'rtada. Kvartira salonni remont qo'yilgan, aboyli. Podyezddan shunday kirganimizda chap qo'lda hojatxonasi alohida. Yo mana chap qo'lda zal, o'ng qo'lda ota-onalar yotoqxonasi. Chap qo'lda zaldan tanishtiramiz. Artel katta xolodilnik, Avalonda yaxshi konditsioner, qimmat konditsioner bularni ham tashlab ketar ekan, Indesit sterilka ham tashlab ketar ekan. Bu mebellar ham qolyapti, shkaflar. Balkoni, kuxnya balkonga chiqqan. Yaxshi kuxnya mebellarni ishlab qo'ygan o'zlari uchun. Ko'rishlaringiz mumkin, uy gazda, akvaromlarda. Bu yerda mana ota-onalar yotoqxonasi. Ko'rishlaringiz mumkin, yorug', skvozdan uy. Asosiysi bu yerda ham katta shkafi bor, buni ham tashlab ketar ekanlar. Gelanlari ham qolyapti, uy uchun razmerdan olingan, isishlari yaxshi holatda. Tarsoy emas, o'rtada. Ota-onalar yotoqxonasidan qaraganda mana davlat bog'chasi ekan. Shabada esib turibdi, mana chiroyli manzara. Hech qanaqa dom yo'q, qarab turadigan, oyna ochsangiz ochishga xijolat bo'ladigan vaziyat emas. Shunday kiyim bilan narsa ko'rpay olsangiz bilan kelasiz, birdan yashaydigan uy, hech qanaqa remont qiladigan joylari yo'q. Uy yaxshi holatda, toza. Podyezddan kirganimizda chap qo'lda sanuzeli va 3-xonasi. Sanuzeli ko'rishlaringiz mumkin, svetini bir almashtirib yuborish kerak. Dushovый kabinka qilib qo'ygan ekanlar. Taqarda olishni ham yaxshi, ancha qulay. Bu 3-xonamiz. Detskiy xona yoki ota-onalar yotoqxonasi qilib qo'ysa ham bo'ladi. Salgina shilingan joylari bor, bir qarab oladigan joyi. Aslida bu kuxnya bo'lgan, balkonga chiqqan. Bu yerda ham akvarom bor. Hovlini ko'rishlaringiz mumkin. Katta daraxtlar bor ekan. Ancha salqin bo'ladi. Mabodo arendaga qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, spalnik, divan, pardalar qo'yib, hamma sharoit qilib berib, bemalol 500 dollargacha arendaga bersalaringiz bo'ladi. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin. Chilonzor metrodan Uchtepa hokimiyatga yetmasdan chap qo'lda burilganda pasportniy stol Uchtepani yonida bog'cha, maktab, pastda mana korzinkalari bor. Pastdagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar, lokatsiyasi shokolad joyda. Qo'shnisi 65.000 dollar deb so'rab turgan ekanlar. Arzon Narta kanalida 53.500 dollarga berib yuboryapti. Uyda hujjatlar hammasi joyida. Dokumentda 49.7 kvadrat, gruba 50 kvadrat. Uy faqat naqdga sotilyapti. Pastda egalar nomer bo'ladi. Buni arzon variantda o'tkazib olish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.